sungan qalb. Dada, men maktabdan qaytib keldim. Endi do'stlarim bilan birdan top o'ynab kirsam bo'lamdi. Ma'qul dava. Appa, qarang, qo'shnimizning bolasi ko'ngli kimni mehnat qilyapti. Appa. Dada, men komandirkadan qaytib keldim. Appa, men bugun yangi xizmat topdim. Dada, xizmat aldirachiligi bilan sizlarni yo'qlayamdim. Apam qandaroq? Appa, ati balaga sen qarab bergin. Boshqa ishingmi yo'qmi? Mening ati muhim bir cheyim bordi. Balaliq vaqtlarimda dadam xuddi mening sayimdekla yonimda turib, buzg'an ishlarimni o'ngshab beradi. Ham yana meni xuddi ko'z qachog'ini asirgandek asiraydi. Elimni esimda. Apam bilanmi men sababli xeyli urushgan edi. Shu kuni apam menga yangi og'am bir qur kiyimni kiydirib qo'ygan edi. Biroq men maktabdan qaytguncha yo'lda bolalar bilan suv chechishib o'ynab, kiyimlarim maynat o'l holda uyga kirsam, amdila ishdan tushib, charchab turgan apam bu turqimni ko'rib achchig'ida meni urgan edi. Yig'lab turishimda dadam kirib keldi-da, apamni bir ko'chat silib, bola kichik tursa, kiyim deganni qurtquli bo'ldi. Nimishqa ursan deb qayib ketganda, men ichimda men cho'ng bo'lsam, dadamga o'xshash odam bo'laman deydim. Kichik vaqtlarimda men chiroyli to'y ko'ylak kiyishga to'liq amroqkan tuqman. Opamni menga har xil rangli to'y ko'ylak tikib beradigan tuq. Ya'ni kelib, meni kimni bo'zak qilmasin, birinchi bo'p opam esimga keladi. Doim meni bo'zak qilmoqchi bo'lsa, opamga deymanli deydim. Opamni menga bekla amroq edi. Doim opam menga "Obdan qizim, siz mening birli qizim. Shunlashqa baxtingizni ko'rishni bekla arzu qilaman" dedi. Bir kuni tog'amning o'g'li amdila quluqimni tashtirib, silib qo'ygan halqamni tatib elibdi. Quluqimdan qalla chiqishga boshlaganida yig'lab opamning yoniga bordi. Shu kuni opam quluqimni silab, bir kecha uxlamay, "Jinim bolam, qancha og'irg'andu" deb yig'lab chiqqan edi. Men ko'nglimda endi boshqalar bo'zaq qilsa, opamga hargiz demayman deb o'ylagan edim. Chunki opam yig'lasa, nemishqidir mening so'l tarafim echishib og'rib ketadi. Mana, men hozir qanot quyruqlarim yetilib, uchadigan yoshga kelib qoldim. Do'stlarimning ko'payishiga ergishib, so'rovlarimni sarxillashishga boshladi. Yana kelib, men dadamning yordami bilan o'z oldimga 10 necha odamni boshqaradigan bir shirkatni qurib olgan edim. Lekin dadam bilan opam mening yo'llarimni to'satgandekla bilinadigan bo'lib qoldi. Bir kun jafoliq ishlab, endi kech kirishiga do'stlarim bilan yig'ilib o'ltirishimga opam menga telefon qilishga boshlaydi. Rost gapni qilsam, hozir mening do'stlarimning oldidagi chiroyli otilishim texi sutdan ayrilmagan bu vaqt bo'lib qolgan edi. Shunlashqa opamga doim deb tursammi, biroq dadam ikkisi navbatlashib telefon urib meni tillabmi ketadi. Keyin men bundoq turmushga toza ko'namay, uy ko'chib ayrim turish qaroriga keldim. Demak, men ota-onamning bu boshqarishlaridan, ko'zimga kirib-olishidan bekla bezor bo'lgan edim. Shundoq, men mana bo'yimga yetib, cho'p-cho'ngli bir qiz bo'lib qolgan edim. Texi xeyli rang tuzab qoldim. Men kichikina bir shirkatda ishlayman. Ishxonamdagi boshliqim bekmi kelishgan bola. Biroq opam nemishqikin men bilan qerishgandek bu bolani faqatli yoqtirmaydi. Ammo men bara-bara opamga o'zimning cho'ng bo'lganligimni isbotlash uchun bo'lsa-mu, boshliqim bilan muhabbatlashish qaroriga keldim. Shunda qilib biz yuribmi qoldik. Menmi hozir cho'p-cho'ng qiz tursam, turmush ishlarimga opam bundoq aralashiversa, albatta beyaram bo'laman-da. Shunlashqa menmi opamning qarshi turishiga qarmay, to'y qilib bu uydan chiqib ketish qaroriga keldim.
Menmi 1-2 yil ichida ko'zga ko'ringan karxanchi bo'lib qoldim. Shuning bilan birga opamlarning to'sishiga qaramay o'zim yaxshi ko'rib qolgan. Omaq nazkarashmalari joyda bir qiz bilan to'y qildim. To'y qilib 1,5 yildan keyin ayolim bir o'g'il tug'di. Balamga qarsam bir kundagi xizmatda charchashlarim unutilib qolatdi. Balam bekmi omaq edi. Xuddi men hozir balam uchun tirishayotgandek his qilatdim. Bir kuni dadamdan telefon keldi. Men nima deydiganligini bilgachga ko'nglim tartmay telefonni besib etdim. Biroq orqa-orqadan telefonim sayraverdi. Menmi xo'sh yoqmagandek oldim. Dadamning ovozi bo'g'iq chiqyotdi. O'g'lim, qanday qaraq tursan? Apang ikkimiz sizlarni bekli seg'indiq. Apang sen amroq tamoq etgan. Tunigunmi sen telefonni besib etib o'zimiz yevetgan edik. Bugun yana seni o'ylab kelimizdan o'tmadi. Hem nevremni, kelinimni beklik ko'gimiz keldi. Şuna seni tamoqqa kelamdikin degan edim balam. Dada, 6 oydan tamoq etgandikin kelimizdan o'tmadi deb o'ltirmay yeveringlar. Men ya ochqanmisam? İşlerim bekli aldirash. Yani kelib balamni avatay desam, oldin qitim qanaq bo'ldi, ha? Bildigan sen? Ha, balam og'rib qolsa, men bek bearam bo'ldi ekanman. Shunga sizlar yaxshi tamoq yeb, doranglarni vaqtida yanglar. Men vaqtim chiqqanda sizlarni o'zim izlab boraman. Telefon qilmasanglarmi bo'ladi? Ha, rost. Men telefon o'rayverma, ha? Sen ba'zida telefon o'rayversang, cho'ng-cho'ng yig'inlarim buziladi. Bildingmi? Men to'y qilib, bir mezgildan keyin bo'yimda qoldi. Shundan keyin erim sirtda oshna o'ynashga boshladi. Men muchishimni tishlab, balamni tug'ib bo'lgandan keyin erimning qilganlarini qaytarib berish uchun choy-choylardan qolmaydiganlar bo'lib ketdim. Helimi yaxshi, opamning uyi uyimdan uncha yiroq emas. Shunga balamni opam dadamlar beqib beradi. Menmi bu xil ahvolga ko'nikli edim. Erim ishlarimga bek aralashmaydi. Shu kuni men aldirash kirim qilyapsam, dadamdan telefon keldi. Balam, sen nada? Qizing oqshom qizib qilib do'rigizib qo'ysak, bugun xili yaxshi bo'lib qopti. Lekin za opangning ahvoli faqat yaxshi emas. Qizingga bir kun sen qarab tursang, opangni tekkili doktorxonaga opirib, yaxshiroq tekshirib boqay degan edi. Dada, chuqum hozir operation shartmidi? Necep deb ketdim. Qizimning-chu dadasi bor. Dadasi hali berib akilvasin. Og'rib qolgan odam nima qizimni beqib berman deb cho'ng so'zlaysizlar? Men bekla aldirash. Baldur beka bo'lsam bugun, bo'lmasa ati borman. Qolgan gaplarni pag'anda deyshayli. Amis xo'sh. Bugun xuddi ko'nglim bir shumliqni sezgandek bearam turatdim. Xuddi bugun ko'ngilsiz bir ish yuz bergandek turatdim. Kayfiyatim rostli bek turaqsiz. Shundoq tursam, telefon uzun sayridi. Qarsam opam, ko'nglimda onunga yana azar berib qo'ymay deb telefonni olmadim. Biroq yana o'rayverdi. Menmi ichim pushib, endi to'xtab qolay deb qolgan telefonni elishimg'ila opamning ovozi anglandi. Sistra qizim, mening bu telefonim buzilib qolgan o'xshaydi. O'g'lim telefonni faqatla olmadi. Menga telefon kelmaydi. Apa qizim, siz buni bilasizmi? Dadasi bir kecha o'g'limning ismini chaqirib, jo'ylab faqatla uxlayolmadi. Bu telefon o'g'limizga uloqliqkan. Endi gap qilsangiz u anglaydi. Men darhol telefonni besib etdim. Ochiq bir narsa kelimdan yuragimga bog'andek ichishga boshladi. Bo'g'zimga bir yig'i ketlishib qolgan edi. Birasi men gap qildik bo'lsa, yig'lab tashlaydim. Chunki men dadamning ig'ir og'rib yetib qolganligini mana endi bilgan edim. Lekin dadamlarning oldiga zodi qaysi yuzim bilan boraman?
Biroq men yanada yuzimni qirin qilib, dadamni texmi yaxshi davolatib, buningdan keyin texmi yaxshi beqish uchun uning yeniga doktorxonaga keldim. Men dadam yotgan yotoqqa kirsam, opam menga qarab kulib turib, "Oxiri kelding o'g'lim" dedi. Opam o'riqlab bir tira, bir ustixon bo'lib ketgan edi. Men astag'ini dadamning yeniga bordim. Dadam xuddi eng oxirgi so'zlarini davatgandek meni yaqin tortib turib, "Balam, men mu dadamga sen menga qilganga o'xshash qilgan. Agar o'g'limni o'zingga shundoq qilmasin desang, opangning holidan yaxshi xabar olgin." Dadam shu gapni deb bo'lishiga qo'llarimdan asta tushib ketishga boshladi. Uning qo'llarini qancha tutilishga tirishgan bo'lsam-mu, shuncha tushib ketdi. Biroq men hozir qancha pushaymon qilsam-mu, o'rniga kelmaydi-da. Chunki u mening tog'im, yelachkim dadam tursa. Dada, gözünü aç dada. Dada. Canım dada. Men çaylarımdan jıqlıqı, o'ltirishlarımdan ko'pligi bilan balamni og'ilib berishni unutibli qaptimi. Shu kuni dadamdan erimdan kelgan 100 necha qitimliq telefonni olmadim. Men ranglik chiroq ostida xudimni bilmay o'ynavasam qandoqmi alolaydim. Atsi atdigan erim menga doktorxonaga borayli dedi. Menmi uningga ortiq gap qilmaymandim. Biroq doktorxonaning eshigidan kirganimda opamning butun badaniga oppoq raxt ortiqliq. Dadam uning qo'lini tutgan holda karvatning yanida yig'lab o'ltiribdi. Shu vaqtda beshim qo'ygandek bo'ldi. Bechora opam mendek yolg'iz qizi bilan mo'ndashish uchun talay ming qatam meni chaqirgan. Kesilini boshqalarga deyolmay, mangala deyish uchun meni necha yuzlab chaqirgan. Eng oxirida dadam mening ishimni qilaman deb Nevramga, mening qizimga qarayman deb opamni doktorxonaga akilamagan bo'lsa kerak. Asta opamning yeniga keldimda, "Opa, meni e'tiborli qizingni hamda boshqalar bo'zaqisi kimga deyman deb so'radim. Biroq bu qidim opam mening bu savolimni javobsizlik qo'ydi. Opa! 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 Biz qadrlashning ma'nosini kechikib his qildik. Bizning ota-onamizni avara qilmagan vaqtimiz balkim bizning mustaqil bo'lgan vaqtimiz bo'lishi mumkin. Biroq ularning bizni avara qilmagan vaqti balkim ularning bu dunyodan ketgan vaqtidir.